Gaz legirovkasini o'rgatib qo'yadigan obunachilarimiz shu mashinalarimiz mana inshaalloh gazlar mashinlarimiz ochildi. Gaz quyib keldilar. Akamiz ham mashinaga gaz legirovka qildirishni olib keldilar. Qaranglar, birinchi o'rinda qiladigan ishlaring mashinani vozdux filtrini ochib ko'rasizlar. Vozdux filtrlari yomon holatga kelib qolgan. Mashinada filtr to'lib ketsa ham mashinada yaxshi torta olmaydi. Ikkinchidan yengil nafas ola olmagan hisobiga mashina gazni o'zini so'raveradi. Xo'p, qaranglar. Воздушный filtrni yangi qo'yasizlar. Воздушный filtrni yangi qo'yib joyiga kirishkasini yopiladi. Mana yon tarafini ko'rsatib o'tib ketib, biro'ylar yon taraflari ochiq holatda bo'lishi kerak. Orqa tomoni albatta har doimgi mana salafan bilan yopiq turadi gazda. Mana ko'rsalaring orqa tomoni salafan bilan bekitib turibdi. Xuddi shu holatda bo'lgancha mana vozdux filtri qo'yiladi ki bu yog'idan kirishgani yopiladi. Bunaqangi holatda mana yonida gaykasi bor, shuni qatirib qisib qo'tirib qo'ysalaring, mana vozdux fachurimiz ham. Okey, ikkita shlankasi bor, shuni yon tarafiga ulab qo'yasizlar. Xo'p, endi kiradigan ishimiz mashinani mana gazda mashina. Xo'p, birinchi o'rinda yurgizib olamiz. Yana bitta e'tiborli tarafi bor, yana bitta e'tiborli qiladigan narsa, mashinada klapan siqilgan bo'lsa ham mashina yaxshi tortmasdan gaz rasxod qilaveradi. Klapanlarni birinchi o'rinda ko'rsatasizlar, ikkinchi o'rinda vozdux filtr, uchinchi o'rinda legirovka qilish narsalarga o'rgatib qo'yaman. Mashina buzilgan holatda finali bo'lgan legirovkasi bo'lganingizdan keyin mana bu joydan ko'rsatini legirovkasi qo'yib mana ko'rsatini qissam mashina titrab ketyapti. Orqaga qaytaramiz mana. Xuddi shu holatda ozgina orqaga qaytarib, mana normal holatda yerni to'xtatib qo'ysak, mashinamizni zavat bo'lishlari ham, gaz ekonomika qilishlari ham zo'r holatda bo'ladi. O'zi halogenatlarga ko'rsatsak, oylik qismlaridan holatda ozgina orqa bo'ladi. Yoki qo'lni orqa bo'ladi. Gaz legirovka zo'r chiqqanini hatto bilib olishdi, mana ko'rsatamiz. Qo'limda ikkita mashina titrab o'chib qolyapti. Xuddi shu holatda bilib olsanglar bo'ladi. Hozir sizlarga bitta zavat bo'lishini ko'rsatib beraman. Ko'rsalar xuddi shu holatda mashinamiz zo'r holatda zavat bo'lyapti. Videoni foydali bo'lishi uchun Damas va Labo haydaydigan do'stlarimiz o'rnatib ko'pchilik mendan shuni gaz legirovkasini so'rashadi. Albatta foydali video bo'ladi. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.